meni o'ylashim bo'yicha, ne только O'zbekiston bo'yicha, planetada bitta bo'ladi. Xudo xolasa, endi shunaqa deb niyat qilaman-da. Rayonni bir ko'rsangizchi. Olib kelgan mana Dojdinkani ko'ring, Dojdinkka deb bergan. O'g'lonni ko'ring. Buni mana tomonga shunaqasiga aylanasiga teramiz. Buni ichiga tushiramiz-da, bu valerni ichidagi valer bo'lyapti-yu. Mana ko'rsangizchi, mana uni yashil zona bo'ladi-da. Hammasini bitta o'chiriladi-da. Endi qanaqa ko'rinish bo'ladi bilmadim-u. Ilganimizdan keyin buni ham bitta chiroyli obzorini qilaman. Uyquni ustiga o'tirib qo'ygan joyimiz bor-ku. Oxiri uyqu bizni ustimizga o'tirib qo'ymasa bo'ldi. Uyqusizlikdan odam o'libdi. Yaqinda eshitdim, qo'rqib ham qoldim. Bu joyda qanaqadir bir o'zimizcha biznes g'oyalarni ishlab chiqaradigan joyimiz bo'ladi. O'tirib olib, mana sharsharachalarda. O'zimga ham yoqib ketyapti. Ko'ring. Zo'ra. Bir parcha nariga valerimizdan ham qisman bitta ko'rsatib bering. Nariyoqqa palavkalarda, monetizatsiyalarni qildik, kuch yetmadi degan. Soqali chiqib qoldi, reklama bor, olib keldi. Aytgancha, reklamalarimda ham paddeshka qilib, yurachalarda bosib, olovchalarda bosganlaring uchun hammalaringga katta rahmat. Rosa xursand bo'laman. Reklamani ham odatda manfaatli, foydaligini olishga doim harakat qilaman. 200 parga joy bo'lyapti. Joyimiz katta, eniga 6 metr, uzunasiga 8 metr. Tomiga ham dahshat pul ketib qolar ekan. O'rtada вообще, xullas bu qushxona o'rtada zeleniy zona. Sharshara qilamiz. Katta-katta palmalarni olib kelib, noyob gullarni olib kelamiz-da. Xullas ideya juda ham kuchli. Katta proyekt, juda katta summa pul ketyapti. Tajriba qilamizda, yalanlikda uchib yurgan ko'proq bo'lar edimi, yo'q qafasdagi yaxshi ishlaydimi? Unga qarab keyin planni o'zgartiraman. Jarayon bilan bo'lishib boraman, nasib. Juda ham kuchli proyekt ketyapti. Parallelni qilinayotgan ishda bitta bo'lishmoqchiman. Mana bu apparat bor-ku. Ishda juda yengillatar ekan. Ne o bo'limenida. Bitta qushlarimizni qafasi aylanasiga turadi, yiqilib tushmasa bo'ldi. Salimjon, bormaysizlar? Mol qo'ydi, yemi oshib ketib qoldi degan juda ko'pchiliklar videolarda ko'rdim. Endi katta qo'chqarlarni to'g'ri yemlash kerak, undan foyda kam qolyapti deganlarni men eshitdim. Asosan maydasini olib daromad qilayotganlar bilan gaplashdim. Men ham haliga dabdurustam bunaqa maydachidalar ko'tarib kelmayapman. Bir 200 ta, 300 ta qo'yib boqadiganda maslahatini oldim, ilmini oldim. Shunaqa dala bo'yida o'tlarni, bunaqa qamish masalarni olib, shuni drabilka qilib, bir xillar granula ham qo'yapti. Yoz ichida, yoz ichi tekinu. Vaziyat bo'lsa shunaqa qilib yetalab yurgani, shu qo'yib yuborsa o'zi chotkicha bo'lib aylanib yurishaverar ekan. Endi yem qimmatligi qimmat, yem qimmatli qilayotgansa boqmaslik kerak aslida. Anaqa maydachalarni olib, yemlaydigan darajagacha olib chiqib tepish kerak. Endi o'ylashimcha shu qismani foyda qilib olsa bo'ladi. Chunki 1 million, 1,5 million, 2 millionlik qo'ylar bor ekanda, o'tzorlarni o'tlarini yig'ib drabilga qilib, bosib o'tirib, o't bilan kachka piyoz bochag'i bilan jicha endi ovoragarchilik bo'ladi-da baribir. Oshxonadan, etdan-betdan, bozordan karam yig'ib keldim ishonsiz. Karam po'chaq, piyoz po'chaq bir bolalarda. Tortinadigan joyi yo'q bu, halol mehnat. Endi bozorga chiqmayman, o't yig'olmayman desa, bu endi insonni dangasaligiga tortsa kerak ko'proq. U o'sha muammo insonga tushib ketdi mana. Boblaysiz, boblay. Cho'ntiraman deb yurdim. Gapni muddosi bahonani kerak yo'q. O'tda zapas qilish kerak, bozordan po'chaqni yig'ish kerak. Tirikchilikni gazini bosish kerak. Tamom.